Ey kallasi katta. Mana men yo'lga chiqdim, katta yo'lga chiqdim. Barcha mana shu ustalarni negativ bildirayotgan, haqorat qilganlarni men o'zim topib, ular bilan men o'zim kurashaman men. Mana shu akani ko'rib boryapsizlarmi? Men bilmadim-ku, sizlarda chiqyaptimi, chiqmayaptimi bilmadim. Umr rekimdan chiqib kelaveryapti, shu aka chiqib kelaveryapti. Yo, mening Instagramim buzilib qoldi. Yo, bu aka haqiqatan ham rekdi. Bu video bilan o'zimga fake ishlab, o'zimga ko'proq like, komment qolamoqchi emasman yoki o'zimcha PR qilmoqchi emasman. Demoqchimanki, bu aka haqiqatan ham buni gapini eshitdimda, kallasi katta deyapti. Kim ekan u kallasi katta desam, yaqinda internetda dolzarb mavzuga aylangan ustalarni isqirt, bular isqirt ustalar isqirt bo'ladi deb bir intervyu bergan bola borgan. Shuni gapi juda ham dolzarb mavzuga aylanib ketdi. Kuzatib borsam, faqat o'sha isqirt degan yigitniki va bu akani kallasi katta degan videosi aylanaveryapti. Meni Instagramim menimcha buzilib qoldi azizlar. Men bugun Instagramimni to'g'irlatib olaman, nastroykasini. Demoqchimanki, shu aka haqiqatan ham yuragidan o'zini kasbini, o'zini qiladigan ishini, ya'ni poddержка qilmoqchi, o'zini himoya qilmoqchi. Nima faqat O'zbekistonda bitta shu akami usta? Qolgan ustalar nimaga jimsizlar? Qolganlari izvasa qilsa ham xo'p bo'ladi deb turaverar ekansizlar-da. Ustalar bormisizlar, shu akaga poddержкаga o'tinglar, yordamga o'tinglar, negativ bildirmanglar. To'g'ri gapiribdi haqiqatan. O'sha bolaning kallasi katta ekan. Mana shuni o'sha kallasi katta bilan ustalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.